Assalomu alaykum qadrdonlar, azizlar. Barchamiz ko'rib turibmiz futbol musobaqalarini albatta. Ijtimoiy tarmoqlarda futbolchilarimizga nisbatan turli xil hurmatsizliklar, turli xil gap so'zlar, Kolumbiya bilan o'yinda yutqizib qo'yganligi yuzasidan juda ham ko'plab tanqidlarni ham ko'rdik. Azizlar, barchamiz o'zbekmiz, bir millatga mansub insonlarmiz. Holatni juda ham yaxshi tushunib, bilib turibmiz. Endigina birinchi marta jahon chempionatiga chiqqan bu jamoamizni bunaqangi holatda yerga urishimiz emas, balkim qo'llab-quvvatlashimiz lozim deb o'ylayman. Bu o'rinda esimizdan chiqmasin, Allohning karami ekan. U beraman desa, ol qo'lim desa hech nima emas. Albatta, kichkinagina bir mavjudot ham butun boshli olamni yengib borayotgan dushmanni qirib tashlashga qodir. Bu haqida tarixdan, kitoblarimizdan juda ham ko'plab marta o'qiganmiz, bilamiz. Oddiy mana kichkinagina, mittigina qushlar bo'lgan, ababil qushlari butun boshli qo'shinlarni qirib tashlashga qodir qilindi Alloh tomonidan. Yoki bo'lmasam oddiy Davud alayhissalom qissasini eslasak bo'ladi. Demak, Davud alayhissalom kichkinagina jussasi bilan, yosh joni bilan butun boshli Golyaf deb atalgan dev qomatni o'zidan bir necha barobar katta bo'lgan va juda ham katta qudratga ega bo'lgan jangchini mag'lubiyatgacha bir dona kichkinagina tosh bilan mag'lubiyatga uchratishga muvaffaq bo'ladi. Bu o'rinda Alloh taolo karami keng zot nasib qilib, balki bizga ham mana shunday yutuqni, imkoniyatni berib qo'ygandir. Bu o'rinda bizning hozirgi paytdagi asosiy vazifamiz, demak, mana shu jamoamizni, ya'ni O'zbekiston milliy terma jamoasini qo'llab-quvvatlash, ularga imkon qadar madadkor bo'lish kerak bo'ladi. Demak, oddiy bitta kichkinagina bolani qilgan holati, ya'ni ko'zlaridagi yoshi butun boshli Kolumbiyani deyarli oyoqqa turg'azdi. Ya'ni uni qo'llab-quvvatlab butun Kolumb xalqiga O'zbekiston deya nido qilish kerak bo'lgan bir vaziyat bo'ldi. Demak, bu o'rinda biz hattoki ana shu bolachalik bo'lolmayotganligimizdan menimcha uyalishimiz kerak. Bu yerda kichkinagina go'dak ularni qo'llab-quvvatlayotganda, nomimizni ko'kka ko'tarishga harakat qilayotgan yurtdoshlarimizni qo'llab-quvvatlayotganda, biz yosh katta aqli raso insonlar turli xil tarmoqlarga chiqib, bu yerda sportchilarimizni bunday tanqid holatiga olishimiz menimcha yaxshi emas. E'tiborlaringiz uchun rahmat.